Hammaga salom. Ko'z bilan o'lchab qaraganda hamma narsa to'g'ri ko'rinadi menga, lekin urug'im bilan o'lchaganda o'zlaring ko'rganlaringdek chotki. Uni rishat qilish uchun uglemer sotib oldim. Uglemer sifrovoy. Uni uglemer nimaligini bilmasanlar shu videoga bilib olasizlar. Magnitli uglemer, chotpatib yopishib ham qoladi. Mana shuni to'g'rilab ko'ramiz. Bunga katta urug'im qo'ymaydi. Mana qo'ydik. Ko'rgan bo'lsanglar, egri uni qayerga ko'tarish, qayerga tushirishni ham ko'rsatadi bu ekrandan. Zaryadkalik atverka bilan yechib olamiz buni. Yechib olgandan keyin qo'yib, mana to'g'rilaymiz. 0 ga tushsa, значит, to'ppa-to'g'ri degani. Mana qo'yamiz, shu zaryadkalik atverka bilan qaytaramiz buni. Ana endi urug'ini qo'yamiz, reklama. Salom o'zbegim, salom premium kompot. Menga qo'shiling. Reklama kanalida prikol mana to'g'ri ko'rsatibdi. Bunga ham ko'rsak 0 ga turibdi. Bu mana tergan kafelingizni, bu nima fantaziyangiz yetganicha, mana necha gradusga egriligini ham ko'rsatib beradi. Mana eshigini ko'ramiz. Eshik chotki turibdi. Mana magnitini ham yopishtirib ko'rsatamiz. 5 gradus ishlamay emas, 0,5 gradus. Agarda siz ham ko'z bilan o'lchab charchagan bo'lsangiz, videoga like bosing. Albatta bundan sotib oling. Bu reklama emas, maslahat deb tushuning.